ming bo'lganimizda Abduhoshim Boykomga iPhone Note Pro Max sovg'a qilaman dedim. O'sha gapni aytganimda ham 200 ming bo'lganimizda ham imkoniyat yo'q edi. O'zi yetkazdi. Toshkentga borib, Malika bozoriga o'sha kishiga oldi o'sha telefonni. O'zlari bilganlari yo'q. Ular o'tibdilar. Bu yerda syomkani bitirdilar Toshkentni. Syomkani oldi. Endi Navoiyga qarab qotyapmiz. Abduhoshimboy, shuni oldidan kelinglar oldidan. Barda cho'nachi. Voyga olmaydi. Ben ikide almayız. Bizde testi var. Coba? Tas, lan. Ini kita auto lagi. Ini itu bom boleh. Hamas zor boy.